James Harrison. Bu nom biror marta bo'lsa ham qulog'ingizga chalinganmi? Tabiiyki, u dunyo miqyosida futbol yoki kino yulduzlari singari mashhur emas. Lekin insoniyligi bilan Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. U donor. Avstraliyalik bu qahramon hayoti davomida 1173 marta qon topshirgan. Ortda qolgan haftaning so'nggi 14-iyun kuni butun dunyoda o'zgalar hayotini saqlab qoluvchi fidoyilar, donorlar kuni sifatida keng nishonlandi. Donorlik bu odamiylik fazilatining eng oliy namunasidir. Viloyat qon quyish stansiyasi xodimlari tomonidan mazkur sana munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Atigi 450 ml qon 3 kishining hayotini saqlab qolishi mumkin. Har bir donor bir nechta hayotga umid demakdir. Qon topshirish jarayoni bor yo'g'i 10 daqiqa davom etadi, ammo uning foydasi yillar davomida esda qoladi. Har 3 soniyada dunyoda kimdir qon yoki uning tarkibiy qismlariga muhtoj bo'ladi. Shuningdek, doimiy donorlar o'z sog'lig'iga ham foyda keltiradilar. Qon topshirish qon aylanishini yaxshilaydi, yurak qon tomir kasalliklarining oldini olishga yordam beradi hamda temir moddasining ortiqcha to'planishini kamaytiradi. Prezidentimiz tomonidan faxriy donor ko'krak unvoni ta'sis etilgan. Bizi donorlarga mana yildan yilga e'tibor kuchayapti. O'tgan yili bitta faxriy donor bo'lgan edi. Bu yil mana 4 ta faxriy donor. Nima degani faxriy donor? Bu 40 marta qon topshirib, kimnidir hayotini saqlab qolgan donorlar. Hozir mana yildan yilga ko'payyapti. Bu donorlarga bo'lgan e'tibor yildan yilga ko'payib, mana ularga bir marotabalik mukofot puli bu yil 15 barobar eng minimal okladda belgilandi. Ya'ni bu 5 million 250 ming degani. Undan tashqari ularga yilda bir marta bepul sanatoriyaga yo'llanma beriladi. Shahar ichidagi avtobuslarga chiptalar beriladi. Ishlaydigan bo'lsa, xohlagan vaqtida mehnat ta'tiliga chiqishi mumkin. O'tgan yili 17 mingta donor qilgan bo'lsak, bu yil hozir 10 mingtadan oshdi. Bu degani bu yil 25 mingta donor bo'ladi. Keyin shuni ta'kidlab o'tish lozimki, mana biz viloyat qon quyish stansiyasi viloyatda bitta, hamma narsa markazlashgan. Bizi stansiyada o'tkaziladi. Donorlar qoni butun dunyo bo'yicha 2 etapda tekshiriladi. Mana bizning qon quyish stansiyasida ham 2 etapda tekshiriladi. Ya'ni birinchi IFA-IXLA usuli, keyingisi PCR usuli. Bu degani 100% xavfsiz qon degani. Shuning uchun biz mana qanaqa bemor bo'lsa ham qo'rqmasdan qonlarimizni beramiz. 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan aholini donorlikka chaqirib qolamiz. Qon topshirib, kimningdir hayotini saqlab qoling. O'tkazilgan tadbirda so'z olganlar ham qonning ahamiyati, donorlikning foydalari, har yili millionlab bemorlar donorlar bergan qon evaziga hayotga qaytishini ta'kidlab o'tdilar hamda yillar davomida donor bo'lib kelgan, umrlarining uzayishiga sabab bo'lgan fuqarolarga faxriy donor ko'krak nishonlari hamda pul mukofoti topshirildi. 12 yildan beri donorlik qilib kelaman. O'zimning sog'lig'imda ham bilinadi, yengil bo'lib yuraman. Qon topshirgandan keyin qon yangilanadi. Kam bo'lmaysizlar, birinchidan savob bo'ladi, ikkinchidan o'zingizlar sog'lig'ingizga ham ancha foyda bo'ladi. Mana bugun shu qilgan mehnatimizni qadriga yetib, ko'krak nishoni bilan taqdirlashdi. Bundan yanada faxrlanib, bundan buyog'iga ham davom ettiramiz. Donor bo'lish nafaqat jasorat, balki mehr va mas'uliyat timsolidir. Har yili shu yerga kelib, bemorlar uchun, o'z hissamni qo'shish uchun qon topshirgani kelaman. Mana bu yil 11-yil bo'ldi. Meni bu qon topshirganligim sababli o'zimni organizmimda ham o'zgarishlar bo'lib, yosh bo'lib, chiroyli bo'lib yurishimga shu qon topshirishlarim sababchi har doim. Har doim shu hissamni qo'shishga harakat qilaman. O'zim mana shu sohada ishlaganim uchun bemorlarga qon qanchalik zarurligini juda ham tushunganim uchun shu kunda albatta iloji boricha ertalabda kelishga harakat qilib, shu bayramni o'tkazmaslikka harakat qilaman. Doim shu yerda bo'lishni xohlayman. Hamma uchun yordam berib, qolganlarni ham chaqirib, bo'limimda hammaga aytaman, ular ham kelishga harakat qilyapti. Doim hamma bemorlarimiz sog' salomat bo'lib yursin. Qon insoniyatga yagona yaratilgan sun'iy ishlab chiqarib bo'lmaydigan ne'matdir. Shunday ekan, bugun siz ham donor bo'ling, najot manbai bo'lib hayot hadya eting.